Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 3 bolali skuterimizga juda ko'p so'rov bo'ldi. 3 bolali skuterlarimizdan yetib keldi. Tablosi elektronik bo'ladi. Bunaqa magnitofonlari qo'yib ketilgan, telefon podstavkalari ham bor, pоворotnilari ham qo'yib ketilgan. Bemalol bitta olib, hech qanaqa tuning qilmasdan shunday bo'lib ketsalar ham bo'ladi. Oldida faralari ham LED fara qilib ketilgan, karzinkalari bor. Sidina deydi, yana bitta sidinasi bor. Mana bu yerda orqasida yana bitta bagaji bor. Bemalol kelib xarid qilsa ham bo'ladi yoki telefon qilib zakaz qilsalar ham bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib aloqa qilsa ham bo'ladi. To'liq ma'lumotlarni aytib o'tib ketishadi. Bunaqangi bagajlari ham bor, sidinasi bunaqangi bo'ladi, bunaqangi bo'ladi. Orqasida ham ikkita pоворotni qo'yib ketilgan, bunaqangi orqasida qalin dugasi ham bo'ladi. Nimadir tortmoqchi bo'lsa yoki nimadir qilmoqchi bo'lsalar, hamma yoq qilib ketilgan, hamma qulayliklar bor. Makonalar ham ancha baquvvat bo'ladi. Pastda nimalarga telefon qilib olsa bemalol aloqa qilishsa to'liq ma'lumot, narxlari, zakazlar olishaveradi. Bunaqangi har xil ranglari ham bor.